On Running brendida ba'zi bir krossovkalar borki, ular limited edition bo'ladi, soni cheklangan bo'ladi, juda tez sotilib ketadi yoki limited edition bo'lib turib sotilmaydi, skidkaga ham tushadi, lekin baribir sotilmaydi. Lekin mana bu qo'limda ko'rib turganinglar OnCloud Tilt Mount limited edition emas, oddiy liniyali krossovka va u limited editiondagi juda ham tez sotilib ketdi. Birinchi chiqqanida mana o'sha ikkinchi partiyasi yana erkin sotuvda. Shuning uchun bemalol hozir xarid qilishingiz mumkin. Ushbu elegantni crossni 10 ni 10 qilgan modellardan biri noski sifat ko'rinishga olib kelindi. Ya'ni tilt modeli anaqa manjet ko'rinishdagi oyog'iga bittada kiyiladigan noski, juda ham bir sifatli bo'lgan noski ko'rinishga olib kelindi. Ustalik komfort, iplarini ham ko'rsanglar bo'ladi, o'ziga boylangan ipini boyla, hech unaqa diskomfort bo'lmaydi. Materiallari ham elegant, endi brend bilasizlar. Shvetsariyani brendi hurmatini saqlash kerak, o'shaning uchun maksimum sifat hamda maksimum komfort. Oyoq kiyim $250 ga yaqin yuribdi, $230 atrofida. Bu crossni men o'sha obzor qiluvdim, lekin yana erkin sotuvga chiqqaniga yana bir eslatib qo'ymoqchi edim. Kimgadir o'sha paytda olib bera olmagan bo'lsa yoki hali ola olmagan bo'lsa, sezon 2 bitta bosib o'rishlik joyi.